هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Maide tefsiri 45. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende dehtanlağa İbn Kesir rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Maide suresi 45. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ula yani İsrail evladığa Tevrat'ta şundak belgiledik ki canğı can yani nahak Adem öldürgen öldürüldü. Közgü köz yani kişinin közünü nahak kuyuvetken Adem'nin közü kuyuvetildi. Burungu burun yani kişinin burnunu nahak keskenin burnu kesildi. Kulak kulak yani kişinin kulakını nahak keskenin kulak kesildi. Çişka çiş yani kişinin çişini nahak tökkennin çiş dökülüdü ve kişini kandak yarıda kılgan bolsa şundak yarıda kılınış bilen kısas ilindi. Kimiki cinayetçini epu kılsa yani onundan kısas almasa bu onun günahıga kefaret buludu. Allah nazil kılgan ayetler boyunca hüküm kılmaydıgan kişiler zalimladır. Mana bu ayet mu Yahudilağa kayıp ulanı ayıplagan ayetlerdendir. Çünkü ulanın kollardaki Tevrat'ın tekstide canğı can deb bar bulup bula aşı hükümge kasten kajlık kılıp xilaplık kılışkan. Ula Beni Kureyzilik'e Beni Nezirlik'ten kısas ilip verip lekin Beni Nezirlik'e Beni Kureyzilik'ten kısas ilip vermey diyet töyleydi. Diyet töyletken. Bu xuddi ulanı kollarıdaki Tevrat'ın öylengen biri fahişe kılgan takdirdimi onu çalma kesek kılış cezasını beriş hükümüge xilaplık kılıp onun ornağa derre uruş yüzünü kara kılıp sazayı kıldırıştık yengilerek cezanı icra kılıvatkanlığa okşaydı. Allah Teala bu vakti mındaktaydı. Kimler ki Allah nazil kılgan ayetler boyunca hüküm kılmaydıken ula kafirlardır. Çünkü ula Allah Teala'nın hükmü kasten kajlık kılıp küfürlük kılgan. Allah nazil kılgan ayetler boyunca hüküm kılmaydıgan kişiler zalimlardır. Çünkü ula adalet ve beraberlik bilen hüküm kılışkı buyurgan işte zulümge uçurgucuğa zalimden hakkını ilip vermegen. Allah Teala'nın hükmüge xilaplık kılıp zulüm kılgan. Özara birbirine tacavuz kılışkan zalimlardır. Ayal kişini öldürgen er kişinin mi öldürüldüğünlüğü doğrusuda. İmam Ebu Nesir İbn Sebbag Şamil degen kitabıda alimlarning bu ayetning öldürgücü meyli er yoki ayol bo'lsin canı can ilindiganligini ifodalab berdiganligida birlik kelganligini o'tirib qo'ygan. Mazhab imomlarining mu hammasi mushu oyatni er kishi ayol kishini o'ldirsa o'limga hukm qilinadiganligiga dalil qilgan. İmam Nasai ve boshqalar rivoyat qilgan hadisda Peygamber aleyhisselam Amr ibn Hazm'ge ayol kişini öldürgen er kişi öldürüldü deb xat yazganlığı. Müslümanların kanları bab beraber degen hadislerde mu er kişi ayol kişini öldürse onun ölüm cezası verildiğanlığı bayan kılıngan. Bu hüküm köpçülük alimlerinin karşıdır.
tövendeki hadislermi İmam Ebu Nasir İbn Sabbag'ның göz karışını güçlendirdi. İmam Ahmed Anas ibn Malik radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qildi. Anasning ammoatisi Rubayyi bir kichik qizning udul tishini to'kib etgan. Rubayyining ona jamiyati qizchaqning oilasidan kechirib yetishni talab qilganda, ular unumay payg'ambar alayhisalomning qishig'iga kelgan. Payg'ambar alayhisalom ularga qisos ilindi degan. Buni anglab Rubayning akisi Anas ibn Anza payg'ambar alayhisalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, Rubaydek bir ayolning tishini to'kamsan?" deydi. Anas ibn Malikning aytishicha, keyin qizchaqning oilasidagilar kechirib qisos olmaslikka rozi bo'lishdi. Buni payg'ambar alayhisalom ko'rib mundaq degan: Alloh taolaning shundoq bandalari borki, Alloh taolo bilan qasam qilsa, Alloh taolo cho'qim ularning qasamini o'rindab berdi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Yaralandırışning qisosi to'g'risida. Kishini qandoq yarada qilgan bo'lsa, shundoq yarada qilinish bilan qisos ilindi. Bu oyat haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Canğı can ilindi, közgü köz oyuldu, burungu burun kesildi, tishqi tish to'kildi va yaralandırışqa yaralandırış bilan qisos ilindi. Buningda hör musulmonlar er bo'lsin, ayol bo'lsin, o'zaro barobar bo'ladi. Ya'ni jinoyat qasddan bo'lsa, o'ldirish va a'zoni yaralandırishda hamma hör musulmon barobardir. Qullarmu er bo'lsin, ayol bo'lsin, o'zaro barobar bo'ladi. Buni Ibn Jarir va Ibn Abu Hatim rivoyat qilgan. Jarohatlantiruvchidan qisos ilishga doir qoidasi to'g'risida. Yaralang'uchining yarisi sallamaza saqiyib bo'lguncha qisos elishga bo'lmaydi. Agar saqiyib bir taraf bo'lguncha yaralang'uchidan qisos ilinsa, ondan yaralang'uchining yarisi texmi ig'irlashib ketsa, u yaralang'uchidan hech qanday haq talab qila olmaydi. Yaralantiruvchidan hech qanday haq talab qila olmaydi. Bunun delili İmam Ahmed Amr ibn Shuaybning cho'ng dadasining mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir kishi yana bir kishining putini mungiz bilan yaralantirgan. Yaralang'uchi payg'ambar alayhisalomning qishig'iga kelib, "Men qisos ilib bergin" deb talab qilgan. Payg'ambar alayhisalom uningga "Saqaygacha saqlagin" degan. Ondan u yana payg'ambar alayhisalomning qishig'iga kelib, "Men qisos ilib bergin" deb turib olgan. Payg'ambar alayhisalom uning qisosini ilib bergan. Keyin u odam: "Ey Allohning payg'ambari, men to'kur bo'lib qoldim" deganda payg'ambar alayhisalom uningga: "Men seni to'ssam unumay, men xiloflik qildim. Shunga Alloh taolo sen g'azablanib, sening to'kurliqingning to'limini bekor qilib etdi" degan. Ondan payg'ambar alayhisalom yaralang'uchi saqayib bo'lmag'icha qisos ilishni cheklagan. Agar yaralang'uchi yaralandıruvchidan qisos olsa, yaralandıruvchi qisos ilinganlik sababidan o'lib qolsa, qisos olg'uchiga hech qanday mas'uliyat kelmaydi. Agar yaralandıruvchidan qisos olsa, yaralandıruvchi qisos ilinganlik sababidan o'lib qolsa, qisos olg'uchiga hech qanday mas'uliyat kelmaydi. Bu sahobalarning, tabiinlarning va ko'pchilik olimlarning qarshidir. Haq egisining kechirim qilishi jinoyatchining Alloh taolo oldidagi gunohining yuyiladiganligi to'g'risida. Kimiki jinoyatchini afu qilsa, ya'ni uningdan qisos olmasa, bu uning gunohiga kafforat bo'ladi. Bu
Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimiki kechirib etib qisos olmaslikka rozi bo'lsa, u jinoyatchining Alloh oldidagi gunohini yuydi. Alloh oldidagi gunohini yuydi. Kechirib etkichiga ajr savob bo'ladi. Sufyan Savri ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimiki qisos olmaslikka rozi bo'lsa, uning rozi bo'lishi u jinoyatchining gunohini yuyib etadi. Alloh kechiruvchining savobini beradi. Buni Ibn Abu Hatim rivoyat qilgan. Jabir ibn Abdullah yaralang'uchining gunohlari kechirib etildi degan bu qarash Hasan Basri, Ibrohim Naxai va Abu Ishoq Hamadani qatorliqlardan rivoyat qilingan. Imom Ahmad Ubada ibn Samit radhiyallohu anhudan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini angladim. Her qandaq bir odam ma'lum bir a'zoyi yaralandırg'uchini kechirib etsa, Alloh taolo uning kechirib etganligi uchun gunohini mag'firat qilib etadi. Buni Imom Ibn Jarir va Nasa'i rivoyat qilgan. Allah nazil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydigan kishilar zolimlardir. Bu oyatning ma'nosi haqida yuqorida Tavus va Ataning cho'ng kufrlikdan tuvanroq kufrlik, cho'ng zulmdan tuvanroq zulm, cho'ng fosiqlikdan tuvanroq fosiqlik deganligi bayon qilingan edi. Ularning, ya'ni Bani İsrail payg'ambarlarining orqasidan özüdün ilgari nazil qilingan Tavratni, ya'ni uning Alloh tarafidan nazil qilinganligini e'tirof qiluvchi Isa ibn Maryamni avatdiq. Uningga hidoyat bilan nurni o'z ichiga olgan Injilni ato qildik. Injil o'zidan ilgari nazil qilingan Tavratni e'tirof qiluvchidir, ya'ni uningga muvofiqdir. Taqvodorlarga hidoyat va pand nasihatdir. Ehli İncil'da, yani Nesaralar, Allah İncil'de nazil kılgan ahkamlar boyunca hüküm kılsın. Allah nazil kılgan ayetler boyunca hüküm kılmaganlar fasıkladır. İsa aleyhisselam'ni tilg'i ilish ve İncil'ni medhileş doğrusida. Ularning, yani Bani İsrail peygamberlerinin arkasından özüden ilgari nazil kılıngan Tevratni, yani onun Allah tarafidan nazil qilinganligini e'tirof qiluvchi İsa ibn Maryamni avatdiq. Uningga hidoyat bilan nurni o'z ichiga olgan Injilni ato qildik. Injil o'zidan ilgari nazil qilingan Tevratni e'tirof qiluvchidir, ya'ni uningga muvofiqdir. Ya'ni Bani İsrail avlodының payg'ambarlariga ergashtirib Maryam o'g'li İsa aleyhisselamni Tavratga ishongan va uningdagi hukmlarni ijro qilgan holda avatdiq. Uningga Injilni ato qildik. Uningda haqiqatga hidoyat qildigan, qaymoqush va ozg'unliqlarni tugitadigan ro'shanlashtiruvchi nur bordir. Az bir qism ahkamlarni hesapga almaganda u Tavrat ahkamlarini tasdiqlaydi va uningga ergashadi. Xuddi boshqa bir oyatda İsa aleyhisselam Bani İsrailga men ilgari kelgan Tavratni tasdiq qilgan holda keldim. Sizlarga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim degandek, ya'ni men sizlarga cheklangan narsalarning ba'zisidan cheklimini ko'tarib etkili keldim. Şuna ölümalarının iki xil göz qarışının meşhur haqqı İncil Tavratның bazı ahkamlarını əməldən qaldırğan degan qarashdır.
taqvodorlarga hidoyat va pandi nasihatdir. Ya'ni Injilni Alloh taoladan qo'rqib, Alloh taolaning g'azabidan saqlanaydigichilarga gunohlarni qilishdan to'squchi va hidoyat qilg'uchi qildik. Ahli Injillar, ya'ni Nasoralar, Alloh Injilda nozil qilgan ahkamlar bo'yicha hukm qilsin. Bu oyatning o'qilishi ikki xil bo'lib, birinchi xil o'qilishining ma'nosi bundoq: biz Injil ahli o'z zamonida Injil bilan hukm qilsin deb nozil qildik. Ikkinchi xil o'qilishning ma'nosi: Injildagi hamma narsaga iymon keltiringlar. Muhammad alayhissalomning payg'ambar bo'lib keladigan xo'sh xabariga iymon keltiringlar. Agar Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib kelsa, uningga ergishinglar deganlik bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasoralar, sizlar Tavratga, Injilga va sizlarga Rabbinglardan nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga to'liq amal qilmoqcha, sizlar e'tiborga olg'idek dinda bo'lmaysizlar. Ular elchiga, ummu payg'ambarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga ergishdi. Ular o'z ilkidagi Tavrat, Injillarda uning sifatining yozilganligini ko'rdi. U ularni yaxshi ish qilishga buyurdi. Yomon ish qilishdan to'sidi. Ularga pok narsalarni halol qiladi. Nopok narsalarni harom qiladi. Ularning ig'ir yukini yengiltidi. Ularni selingan taqoq, ko'yzi kishanlardan bo'shtidi. Ya'ni ularga yüklangan ig'ir vazifalarni elib tashlaydi. Uningga iymon etinglar. Uni hurmatlaganlar, uningga yordam berganlar, uningga nozil qilingan nur, ya'ni Qur'onga ergashuvchilar baxtga erishguchilardir. Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaganlar fosiqlardir. Ya'ni Rabbining buyruqlariga bo'ysunmay bosh tortganlar, haqni tashlab botilga esilganlar fosiqlardir. Yuqorida bu oyatning xristianlar haqida tushganligini bayon qilindi. Oyatning bosh oyog'iga bog'langan mazmundanmi shundoq bo'lganligi chiqib turdi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Maida surasi tafsiridan 47-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.